Faberlic shampunlari ishlamaydi deysizmi? Конечно, ishlamaydi. Agar siz uni hidi yaxshi ekan, shuni olaman deb ishlatadigan bo'lsangiz, обязательно o'zingizga mosini tanlab olishingiz kerak. Masalan, katta ekspert lineykamiz seriyasidan mana bu aynan Everstrong seriyamiz sochi kuyib ketgan, doim dazmol bosib yuradigan, qurib qo'ygan sochlar uchun maxsus mo'ljallangan. Sochingizni yuvganingizdan keyin balzam bilan ishlatganingizda sochingiz uzunligi bo'yicha polностью tiklayib beradigan aynan mana shu shampun bo'ladi. Agar sizning sochlaringiz esa silliq silab qo'yilgandek bo'lsa, lekin siz ularni объемныйroq bo'lishini xohlasangiz, unda siz mana shu 3D shampunimizni balzami bilan ishlatishingiz kerak bo'ladi. 3D shampun sochlarni tolalaridan, aynan tomirlaridan boshlab sochlarni qattiq qiladi, объем beradi va tolalarni qalinroq ko'rsatadi. Agar siz menga o'xshab sochlari qop-qora yoki bo'lmasa blondinka bo'ladigan bo'lsangiz, doim bo'yab yuradigan bo'lsangiz, lekin har safar sochingizni yuvdingiz, kraskangiz oqib ketadigan bo'lsa, unda siz uchun maxsus mana shu shampun ishlab chiqarilgan. Bu shampun sochlarni rangini mustahkam ushlab turadi. Har yuvganingizdan keyin sochingiz yangi bo'yalganda har safar yaltiraydi va tomiringiz ancha o'sib qolgancha bemalol yangi bo'yalgan sochlarday bo'lib turib yuraverasiz. No, agar sizni sochlaringiz jingalak, qo'rpayib ketadigan bo'lsa, siz ularni tekislab, laminatsiya qilishni xohlaydigan bo'lsangiz, hatto shunisi ham bor. Mana bu lineykamizda Perfect Gloss seriyamiz aynan siz uchun mo'ljallangan. Bunda shampuni, balzami hamda fillerini 2 hafta davomida ishlatganingizda sochingizga laminatsiya effektini beradi va sochingiz o'zi tekis bo'ladigan bo'ladi. Bunda siz laminatsiyaga ketilgan pulingizni ekonom qilib, uy sharoitida sochlaringizni tekislab olishingiz mumkin. No, agar siz sochingizni uzun bo'lishini, tezroq o'sishini xohlaydigan bo'lsangiz, mana shu aktiv seriyamiz aynan siz uchun. Bu seriyamiz sochlarni mustahkamlashishini hamda yaxshi o'sishini ta'minlab beradi. Sostavida biotin bor. Agar sizni sochlaringiz, boshingiz sezuvchan bo'ladigan bo'lsa, perxat bo'ladigan bo'lsa, juda qiynalib yurgan bo'lsangiz, aynan mana shu ikkala shampunimiz maxsus perxati borlar uchun mo'ljallangan. Biri bizda shampun balzam suyuqroq bo'ladi, shampunning o'zi quyuqroq bo'ladi. Qiynalib yurgan odamlarga 100% yordam beruvchi seriya. Agar siz shampun bilan balzam bittada bo'lsin deydigan bo'lsangiz, maxsus mana shu seriya siz uchun ishlab chiqarilgan. Qani aytingchi, siz o'zingiz uchun mana shu shampunlardan qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Javoblaringizni kommentariyada yozib keting.